Plants Zombie'ning horror versiyasini o'ynab ko'rdim va Matt Millan juda ham bu o'yin qo'rqinchliligini aytgan. Va bugungi video roligimizda biz Plants vs Zombie'ning horror versiyasini ko'rib chiqamiz. O'yinda nimalar sodir bo'lgan, nimalar bo'ladi, buni birgalikda ko'ramiz va nima uchun zombilar aqlsiz va yashil ko'rinishda. Hammasiga siz javob topasiz. Videoni ko'rishdan oldin like bosib qo'ying. Bu o'yin haqida sizlarga aytib berishim shart emas. Ko'pchilik bu o'yin haqida biladi va boshqa horror versiyalari ham bor. Masalan, Plants vs Zombie Horror Edition juda ham zo'r mod versiyali o'yinlari bor va lekin sizlarga men boshqa haqiqiy Plants vs Zombie'ning horror o'yinini o'ynab ko'rsataman. Albatta juda ham qiziqarli bo'ladi va biz o'yinni oynasida Plants vs Zombie The Last Zombie deb nomlanar ekan. Uni tarjima qilsak oxirgi qolgan zombi deb nomlanadi. Original versiyasida zombilarni yo'q qilish kerak. Albatta bu o'yinda ham ularni yo'q qilish kerak. Bizning personajimiz yo'lda ketayotgan edi. Tasodifan zombini ko'rib qoladi va zombi uni yo'q qilmasligi uchun u uyni ko'radi va uy tomon yugurib eshikni ochadi va eshik ochiladi. Lekin u shuni anglatardiki, zombi nega yurmayapti va u shundan bilishimiz mumkinki, zombi shunchaki turmaydi. Original versiyada ham xuddi shunday, faqat bu simulyator o'yinligi uchun, o'yinni qiziqtirish uchun shunday qilgan va u har soniyada yuradi va biz original o'yinida o'ynaganmizki, biz gullar qo'yamiz va uni yo'q qilish uchun yashil qo'ziqorinni qo'yamiz yoki boshqa narsa. Bu yerda sal boshqacharoq. Bilganingizdek, u yerda biz narsalarni sotib olish uchun bizga quyosh kerak bo'ladi. Quyoshni esa biz simulyator o'yin bo'lgani uchun boshqa qiziqarli o'yinlar o'ynab olishimiz mumkin va bizni juda ham qo'rqinchli bo'lgan skrimerlar ham kutib turadi. Siz bu yerda o'yinlarni o'ynab, hamma zadaniyalarni qilsangiz, siz topishmoqlardan so'ng sizga quyosh beradi va siz quyoshdan o'zingizga kerak bo'lgan o'sha gul va narsalarni olish uchun o'sha semiz baqaloqni oldiga kelasiz va bu yerda ham bor albatta. Va siz gulni olib yana o'simlik o'stirsangiz bo'ladi, lekin zombilar uni yeb qo'ymasa va siz albatta guldan quyosh olish uchun siz uni o'stirishingiz kerak va uni o'stirish uchun siz ikkinchi etajga chiqasiz va u yerda siz hamma o'zingizga kerakli narsalarni o'stirishingiz kerak. Sizga suv paqir beradi, unda siz gullarga suv qo'yasiz va o'stirasiz va hammasi ham shu yerda. Siz o'ynab o'tirganingizda sizga juda ham qo'rqinchli bo'lgan skrimerlar ham keladi. Uy bela. Oy, bu ishi bilan bizni razarvochiklar qo'rqitmoqchi bo'ldi. Albatta bu o'yinda ham siz o'lib qolmashingiz kerak va sizni gullaringizni yeb qo'yishiga aslo yo'l qo'ymang. Yo'qsa zombisiga bostirib kirib, sizni boshingizdagi miyani yeb tashlaydi. Xullas gullarni o'stiring, yo'qsa gullaringizga yaxshi qaramasangiz gullaringiz yo'q bo'lib qoladi va endi siz quyosh ola olmaysiz va zombi sizni yo'q qiladi. Shuning uchun o'yinda siz tezroq harakat qilishingiz kerak. Eng muhimi vijivaniya qilishga harakat qiling va gullarni o'stirib, o'zingizni himoya qiling. Agar sizni zombi yo'q qilsa, demak, siz o'yinni yutqazdingiz. Jin ursin, yana boshidan boshlaymanmi? Yana uyga qaytadan kiramiz va ishlarimizni davom ettirib, podvalda nima borligini ko'rayotgan edim va bu yerda yana bir nechta narsalarni ko'rdim, lekin kerak emas. Quyoshni to'pladim va yana har xil mini o'yinlarni o'ynadim. Juda ham qiziqarli bo'ldi. Do'stlar, meni 90% odam obuna bo'lmasdan kuzatar ekan. Iltimos, shuni to'g'rilash maqsadida like bosib obuna bo'lib qo'ying va Telegram kanalimizga o'tib qo'ying. Bundan ham qiziqarli mavzular hali oldinda. Rahmat. Xullas, mashinani oldiga keldim va kartoshka olish xayolimga keldi, lekin kartoshka meni juda ham o'ylantirdi. U zombini shunchaki ushlab qolardi va men otadigan yashilni oldim va uni nomini nima deyishni ham bilmayman. Xullas, zombini u otdi va o'yin tugadi. Videoda boshda aytdim, nega zombilar yashil va bu savolga men hozir javob beraman va qisqagina aytsam, zombilar odam emas, shuning uchun yashil. To'g'risi bu o'yinni ishlab chiqarish uchun ancha vaqt ketgan deb aytiladi, lekin bu o'yinni o'ynab ko'rganimdan so'ng juda ham qiziqarli va menga juda ham yoqdi. Sizlarning ham o'ynab ko'rishingizni maslahat beraman. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang va bizni qo'llab-quvvatlash uchun Telegramga ham o'tib qo'ying va keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling. Sizlar bilan Funtik bo'ldi.